Voy dot, telefonga ulanadigan, suratiga ham ishlaydigan 100% original bo'lgan Xiaomi brendining smart soatlarining narxlari yer bilan bitta bo'lib ketyapti. Xuddi shu soatlarning vaqtida 1 milliongacha ham sotilgan. Ko'p joylarda chegirma bo'lib 800 minggacha ham sotilyapti. Taxmin qilib turinglar, men bu modelning narxini nech pulgacha ham tushira olaman? Soatning dizayni akkuratni, ekrani AMOLED bo'ladi, yon taraflari полностью metallический. Har xil kerakli datchiklari bor, yurak urishini o'lcha oladi, ob-havoni ko'rsatadi, zaryadkasi 14 kungacha ham yetadi, suv tiysa ham bemalol ishlataverasiz. Bu modelda 100% original, qotmasdan ishlaydi. Internetda xuddi shunaqa qilib poisk bersanglar, bu model haqida to'liq ma'lumot ola olasizlar va narx-navosini ham solishtira olasizlar. Undan tashqari shunaqa ko'rinishda Huawei brendining Watch Fit 3 degan modeli ham bor. Bu modellar o'rtacha 3 milliondan qimmat sotilgan. Hozirgi paytda bular ham katta chegirmada. Bu modellar juda ham navorochinni, suvni tagida 5 atmosferli bosimga chidab bera oladi. Ham qondagi kislorod miqdorini ham o'lcha oladi. Yurak urishini, yugurishingizni, kilometrajni hammasini biladi. Undan tashqari telefonga bog'lab, telefon o'rnida ham ishlatsangiz bo'ladi. Bu ham 100% original, QR kod, shtrix kod, hamma narsalari bor. Dizayni ham mo'shni, korpusi alyuminiy bo'ladi, ikkita knopkasi, yon tarafda mikrofoni va kolonkasi ham bor. Vaqtida 3 milliongacha ham sotilgan bu aqlli Huawei soatini bor yo'g'i $59 qilib beraman. O'rtacha 800 mingdan 1 milliongacha ham sotilayotgan Xiaomi brendining soatini bo'lsa, bor yo'g'i $29 qilib beraman. Bu videoni original soatni 2-3 barobar arzoniga olishi kerak bo'lgan tanishingizga jo'natib qo'ying.